Bugungi mavzuyimiz bosh aylanishi haqida. Bosh aylanishi o'zi nima? Buni sabablari nima? Hozirgi kunda ko'p bemorlar bosh aylanishi bilan murojaat qilishyapti. Bosh aylanishi ko'pincha bizada qonimiz quyilganda, osteoxondroz hisobiga, umurtqalarda protruziyali bo'lganda, grija bo'lganda yoki qon tomirlarimiz ozgina bukilma bo'lganda miyamizga ko'pincha bizada miyacha muvozanatni boshqaradi. Miyachaga ko'pincha qon yaxshi yetib kelmasligidan bosh aylanishi bo'ladi, kuzatiladi. Biza bosh aylanganda ko'pincha e'tibor bermaymiz, chunki organizm o'zi bu narsani kompensatsiya qiladi. Bir marta, ikki marta bosh aylanadi. Haftada bir marta bo'lishi mumkin, oyda bir marta bo'lishi mumkin. Lekin biz unga e'tibor bermaymiz, chunki organizm o'zi yana o'zini tiklaydida, yana bosh aylanmay, yana yurishda davom etamiz. Lekin yana shunaqa vaqtlar bo'ladiki, qon quyilganda, organizmda xolesterin miqdori ko'payganda, shunda davleniyamiz oshadi, misol uchun stressli bo'ladi. Shunda bizani bosh aylanishimiz ko'payib qoladi. Ko'pincha bunda bizni yastukdan ham tura olmasdan ko'ngil aynab, qusishlargacha olib keladi. Buni natijasida bizada vertebra bezalarni yetishmovchilik bo'ladi. Bu degani mana shu miyachaga qon yaxshi yetib kelmayapti degani. Biz bundan oldin bosh aylanishi bitta ikkita bo'lganda biz albatta borib qon topshirishimiz kerak. Qon topshirganda oddiy qon bilan qonni quyuqligi, albatta xolesteringa ham topshirishimiz kerak. Agar bosh aylanishimiz ko'payib ketsa, bunda biz umurtqada bo'yin qismimizni bitta MRT qilamiz. Keyin bizada uyqu arteriyalari bor. Bularni albatta biz ultrazvuk dopplerografiya qilishimiz kerak bo'ladi. Bularning hammasi nima uchun kerak? Bizada qon aylanishi qanaqa tarzda davom etyapti? Qon aylanishimizda bizada muammolar bormi? Qon aylanishimizda bizga miyachaga qon yaxshi yetib kelyaptimi, yo'qmi? Shular bo'ladi. Yana bir holat faqatgina bo'yin tomonidan emasda, bizada yana quloq ichimizda bizning chig'anog'imiz bor. Shu chig'anoqda ham suyuluv bo'ladi. Suyuluvda aytaliklarimiz suzib yuradi. Bir xilgilarda bizada quloqda shang'illash bo'ladi, eshitish pasayish bo'ladi. Shu bilan birga bosh aylanishi bo'ladi. Buni biz farqlab olishimiz kerak. Agar bosh aylanishi o'ngga qaraganda yoki chapga qaraganda kuchayib, bir yoq tomonga qarab yotib qolinsa, unda biz ko'pincha quloq ichidagi bosh aylanishi bilan murojaat qilinadi kasallik. Unda biz albatta lor bilan nevropatolog birgalikda davolanadi. Bosh aylanishimizni oldin bilib olishimiz kerak. Shunga qarab keyin biz uni bosh muvozanatda to'g'rilaydigan, qon aylanishini yaxshilaydigan preparatlar bor. O'shalarni faqatgina nevropatolog yoki lor bilan birga kasallik bo'lsa, lor bilan birga davolab boriladi. Agar sizda ushbu muammolar bo'lsa, siz albatta shifokorga murojaat qiling. Albatta qon topshiring. O'zingiz uyingizda davolanishga urinmang.